Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holat fosh etildi. Ayrimlar o'z qilmishining noto'g'ri ekanligini, javobgarlikka olib borishini biladi. Giyohvandlik savdosi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxs ham, biroq ma'lum miqdordagi daromad uning fikrini jinoyat sodir qilib bo'lsa-da erishishga undab turadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 2003-yilda tug'ilgan Farg'ona shahar Beshbola mahallasida yashovchi mana bu shaxs yaqin qarindoshi bilan birgalikda yashash manzilida maxsus xaridorga 17 gram gashish giyohvandlik vositasi, 1176 dona va 35 dona turli nomdagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini 100 million so'mga sotayotgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanmang. Albatta javobgar bo'lasiz. Ogoh bo'ling.